Namoz vaqti kirib bo'lgandan keyin hayz kelib qolsa. Savol. Assalomu alaykum. Peshin namoz vaqti kirib bo'lganda hayz kelib qolsa, hayz to'xtagan kunda bu peshin namozini o'qimdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namoz vaqti kirib bo'lgandan keyin shu namozni o'qib bo'lguncha hayz kelib qolgan ahvolda toki saqiyib g'usl qilguncha namoz o'qimaydi. Buningga barliq olimlar birdek ijmo qilgan. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollar hayz ko'rgan chaqlarda namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi emasmi? Devidi ayollar shundoq deyishdi. Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Abu Hubayshning qizi Fatima Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, "Ey Rasululloh, men hayzim to'xtamay pok bo'lolmaydigan ayolman. Namozni tark etamdim" deganda Rasululloh, "Yo'q, u bo'lsa tomirdan chiqib turadigan qon, hayz emas. Odat kunlari kelganda namozni tark eting. U kunlar o'tib ketganda o'zingizdan qonni yo'yitib, g'usl qilib, undan namoz o'qing" dedi. Hayz vaqtidagi namozlarning qazosini qilmaydi. Buningga barliq olimlar birdek ijmo qilgan. Qatada rivoyat qilib mundoq deydi. Muaza men so'zlab berdiki, bir ayol Ayşe radhiyallohu anhadan birimiz hayzdan paklanganda hayz mezgilida o'qiy olmagan namozning qazosini qilamdi deb so'raydi. U Haruriyalik xavorijmisiz? Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga chig'imizda hayzdar bo'latdik. Rasululloh bizni uningga namozning qazosini qilishga buyurmaydi yoki uni qilmaydiq dedi. Vaqt kirib bo'lganda hayz ko'rib qolgan ashu namozning qazosini keyincha hayzdan saqib g'usl qilganda qilamdi yoki qilmamdi degan masalada olimlarning qarashlari o'xshash emas. İbrahim Naxai va ba'zi Hanbali olimlar u namozning qazosini qiladi. Chunki u ayol pak holatida bu namozning vaqti kirib bo'lgan, hayz degan namoz vojib bo'lishini to'sidi. Lekin vojibni saqit qilib o'tolmaydi. Namoz vaqtining bir qismini pak holatida kutib olgan bo'lg'achqa namoz vojib bo'lib ketgan bo'ladi. Agar shu pak holatida namozni ado qilgan bo'lsa edi, farz ado bo'lgan bo'ladi deb qaraydi. Hanafi mazhab olimlari namozning vaqti kirib bo'lgandan keyin hayz ko'rsa, u namozning qazosini qilmaydi deb qaraydi. Chunki namozning vaqti chiqib ketmaganlar bo'lsa, u namoz texi gadaniga qarz bo'lib ketmagan bo'ladi. Faqatla hayz sababidan to'silib ado qilolmay qolgan bo'ladi. İmam Zufar bilan Maliki mazhab olimlari hayz ko'rgandan keyin namoz vaqtidan qolgan qismi namoz o'qib olgandek vaqt bo'lsa, u namozning qazosini qilmaydi. Unchalik vaqt qolmagan bo'lsa, qazosini qiladi deb qaraydi. İmam Shafi'i namoz vaqti kirib, namozni o'qib olgandek vaqt o'tgandan keyin hayz ko'rgan bo'lsa, saqaygandan keyin qazosini qiladi deb qaraydi. Bu masala namoz dastlabki vaqtida farz bo'lamdi yoki oxirgi vaqtidami degan qoidaga munosabatlik bo'lib, bu qoidadami qarash o'xshash bo'lmagan. Xulosalaydigan bo'lsak, bu masalada olimlarning qarashlari o'xshash emas. İmam Shafi'i bilan Ahmad qazosini qiladi deb qaraydi. İmam Abu Hanifa bilan Malik qilmaydi deb qaraydi. Qazosini qilmaydi degan qarash dalil jihatdan kuchli bo'lib, bu qarashni İmam Ibn Taymiya mundaq tarjih qilgan. Dalil jihatdan kuchlikraki İmam Abu Hanifa bilan Malikining qarashidir. U ayolning bir narsa qilishi kerak bo'lmaydi. Chunki qazosini qilish degan yangi bir buyruq bilan bo'ladi. Bu masalada qazosini qilish kerak deydigan ayrim bir buyruq yo'q. Yana tehi u ayolning namozni vaqt ichida kechiktirishi joiz kechiktirishdir. Undaq bo'lgan ekan u ayol bo'shonlik qilmagan bo'ladi. Buningga chetishliq yana bir masala, bir namozning vaqti chiqib ketib bo'lguncha hayzdan pok bo'lgan ahvolda ko'pchilik olimlarning qarashi bo'yicha kun petishdan burun saqaygan bo'lsa, peshin bilan asrni o'qiydi. Tong etishdan burun saqaygan bo'lsa, sham bilan xuftanni o'qiydi. Bu qarash sahobalardan Abdurrahman ibn Avf, ibn Abbas radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan bo'lib, bu rivoyatlarning sanadida sal ojizlik bor. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining nazarida g'usl qilib ulgursa saqaygan chog'dagi shu bir namozni o'qiydi. G'usl qilishni kechiktirgan bo'lsa, namoz vaqti chiqib ketsa, g'usl qilib qazosini qiladi. G'usl qilib ulgurolmagan ahvolda namoz vaqti chiqib ketsa, qazosini qilmaydi. Bu qarash ham Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.
2012 yılı 9. ayının 14. günü.